2026-yilning eng zo'r uchrashuvi o'z yakuniga yetdi do'stlar. Ha, men adashib ketganim yo'q, xato qilganim yo'q va gapimni to'g'ri aytyapman. Bu 2026-yilning eng dahshatli uchrashuvi va menimcha bungacha hali bunaqasi bo'lmadi va bundan keyin ham ko'p ehtimol bo'lmasa kerak. Paris Saint-Germain o'z uyida Parijda Bavariyani mehmon qilib 5-4 hisobidagi g'alabani qo'lga kiritdi. Chempionlar Ligasi yarim final dastlabki uchrashuvida umuman olganda uchrashuv fantastik darajada o'tdi. Har bir 10 daqiqaga bittadan gol to'g'ri keldi. Bunaqa ssenariyni biz kutmagandik. Ha, yil o'yini bo'lish kutilgandi. Ha, bu juda ham katta afisha, yilning eng katta jamoalari edi, lekin biz birinchi uchrashuvligini hisobga olib, nisbatan ehtiyotkorroq o'yin bo'lsa kerak deb kutgandik. Yo'q, shunchaki otishma bo'lib ketdi. Va men to'xtalmoqchi bo'lgan yana bir masala bu jamoalarning hujum triolari va ular isbotlashdiki, ular bu mavsumda eng zo'r ekanliklarini. Paris Saint-Germain triosi ham, Bavariya triosi ham. Paris Saint-Germain triosida Desire Doué assistlar qildi, Dembele 2 ta gol urdi, Xvicha Kvaratskhelia 2 ta gol urdi. Xvicha butunlay Kvaradona bo'lib ketdi. Bilasiz, uni Maradonaga taqqoslab Kvaradona deyshadi va u aynan mana shu laqabga mos ravishda o'ynadi. Bavariya triosi ham juda ham zo'r harakat qildi. Olise, Harry Kane va Diaslar gol urdi va ular Bavariya safida bu mavsum 100-gollarini urishdi. Ha, anchadan beri Yevropa sahnasida biz bunaqangi fantastik triolarni ko'rmagandik. Mana bizning baxtimizga mana shunaqangi triolar yana shakllanib bormoqda. Xo'sh do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Bunaqa uchrashuv yaqin yillarda bo'lganmidi? Va bir narsani aytib qo'yishim kerakki, bu o'yinni ko'rmasdan bu uchrashuv menga qiziq emas deb uxlaganlarga shunchaki sukut saqlaymiz. Bu uchrashuvni o'tkazib yuborgan futbol muxlislari hali uzoq yillar davomida pushaymon bo'lishadi, afsuslar bilan eslaydi va biz dunyoning futbol muxlislari qatoriga kiramizki, bu o'yinni jonli efirda ko'rdik deb bemalol maqtana olamiz va kelajakda ham farzandlarimizga, nabiralarimizga, o'g'lim, nabiram, bu o'yinni men jonli efirda ko'rganman deb maqtanib yuramiz. Mana shunaqa gaplar va bir haftadan keyin Bavariyada, Myunxen arenada ushbu o'yinning javobi bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Finalga qaysi jamoa yo'l oladi? Bavariya comeback qiladimi yoki Paris Saint-Germain yana g'alaba qozonadimi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.